Yo bismillahirrohmanirrohim. Qani. Dedi suvga tushgandan keyin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga bir zakonni video qilib berayman. Kunlar hamasi baliqlar ancha aktiv bo'lib qoldi. Xo'sh, ko'chadagi problemalardan, ko'chadagi muammolardan charchadilarmi? Baliq boqinglar o'rtoqlar. Pulga qiyinchilik bo'lyaptimi? Puldan qiynalyapsizmi? Xo'sh, baliq boqinglar. Oziq-ovqatdan muammo bo'lyaptimi? Baliq boqinglar o'rtoqlar. Kim agar uy sharoitida baliq boqaman deydigan bo'lsa, sizlarga baliq boqishni o'rgataman. Boshim omon ekan, yuragim urib, nafas olib turibman ekan, xudo xolasa qo'limdan kelgancha o'rgataman. Baliqni sotib turib qochib ketish yo'q. Ashib videoni tagida telefon raqamlari turibdi. Shunday saqlanib qilsang Telegram chiqadi. Aka, obdan o'rgating, noldan o'rgating desangiz, 1 yilda xudo xolasa meni qancha tajribam bo'lsa, yillar davomida to'plagan tajribamni sizga o'sha qo'limdan kelgancha 1 yilda o'rgatib qo'yaman. Lekin oyiga to'lovi bor. Oyiga 200 ming, 300 mingdan oylik to'lovi bor. Endi 200 ming, 300 ming qaydan kelib, qaydan ketadi? Kirib ulanib o'sha yerda ilmni olib, bilimni olib, miyangizga toshga o'yilganda o'yilib qolib ketadi. Telefonda saqlasangiz bir kunda qachondir o'chib ketadi, qog'ozga yozib qo'ysangiz qachondir yo'qolib ketadi. Lekin o'zingiz miyangizga sinchiklab, o'zingiz puxta o'rgansangiz, xudo xolasa o'sha keyinchalik navaralaringizga, chavaralaringizga, evaralaringizga, farzandlaringizga hammasiga yetib boradi. Xo'sh, buni qanday o'rganaman desalar, onlayn tarzda o'rgataman. Telegramda onlayn orqali o'rgataman o'rtoqlar. Baliq boqishda. Ko'rib turgan kichkina baliqlarni mana shu 50 gram, 60 gram bor yana 100 gramli baliqda 1 yilda inshaalloh xudo xolasa 1,5 kilodan 3 kilo bor yana yaxshi boqsak 4 kilogacha yetiltamiz. Bozordagi tan narxi ham zo'r. Tomosha qilib, mazza qilib, hozir kichkinagina hovuzda sizlarga ko'rsatyapman, lekin buni o'zlaring uyga borib mazza qilib, hovuzda boqsalang, nur ustiga nur. Suv tanlamaydi, joy tanlamaydi. Go'shtini mazasiga 100% garantiya. Xohlagan taomingizni qilasiz. Sho'rva qilasizmi, qo'g'rasizmi, dimlama qilasizmi, KFC qilasizmi, jiz qilasizmi, bosma qilasizmi, farqi yo'q. Mol go'shtiga o'xshagan go'sht qattiq, yog'siz bo'ladi. Muhimi, parhez bor. Libboy odamingiz yuradi. Kasalmi, insultmi, infarktmi farqi yo'q. Tomog'idan ovqat o'tib qolsa bo'ldi. Qiltanag'i bo'lmaydi. Xo'sh, umurtqasi bo'ladi xolos. Go'shtini mazasiga 100% garantiya. Yo'qmasa, baliq yedim, ilonbosh yo'qmadi desangiz, o'sha yeb chiqib ketgan baliqxonangizda necha kilo baliq yegan bo'lsangiz, men pulini to'layman. Qo'limdan keladi. Demoqchimanki, go'shti bo'yicha maqtash emas, asaldan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Zo'r, yaxshi demoqchiman. Kimdagi boqaman desa, qo'ldan kelgancha o'rgatamiz. Yana bir qulaylik, afzallik taraflari o'rtoqlar, buni 1 yildan keyin mana shu ko'rib turgan baliqlaringni 1 yildan keyin o'zlaring saqlab olib qolsalaring, 1 kilodan o'tgandan keyin bitta erkak va bitta urg'ochidan o'zi ko'payadi, nasl olib, o'zlarining keyinchalik pul ko'paytirib olsalaring bo'laveradi. Meni yonimga bir marta kelasiz, xolos baliq olgani. Shu bilan inshaalloh shu baliqni o'zingiz bemalol ko'paytirib olsangiz bo'laveradi. Endi avvalambor Xudo nechtadan nechagacha ikira qo'yadi desangiz buni hisobi yo'q. Cheksiz. Uning uchun 1 kilo shakarni olish kerak, sanab chiqish kerak. O'shanda o'sha bebaho boylik deydi-ku, xuddi shunaqa. Baliq 7 xazina deydi, bu baliqda boqsangiz, mana olib ketganlar yana qaytib keladi, Ikromjon. Lichinka bering deb. Lekin bu yil baliqim kam. Shu muammo menda. Joy muammo bo'lyapti siz. Qani edi menga joy berishsa shu yer bo'lsa, suv tanlamagandan keyin, yomg'irda suvmi, kiranda suvmi, zakanda suvmi, ariqda suvmi, tanasi bo'lib tursa bo'ldi, bor u baliqqa. Oziqasiga to'xtatsangiz bor, atrofingizda qassobxona bo'lsa sizga yetadi. Qushxona, qassobxona bo'lsa yetadi. Atxot, jigar, o'pka, qora taloq deysizmi, bez deysizmi, farqi yo'q. Hidlanmagan, achmagan, sasmagan bo'lsa bo'ldi. Ovqatda ham bunaqa ko'p yemaydi, oz yeydi. Ozgina yeydi bo'ldi, tez katta bo'ladi. Sababi harakati kamligi. Ovqatda yeydi, yotadi. Ovqatda yeydi, yotadi. 1-1,5 oyda suvni almashtirib qo'ysangiz bo'ldi. Boshqa muammo yo'q. Shu. Qiziqqanlar bo'lsa o'rgataman.
Lekin bu baliqlarni hozir zakaslarimni o'sha zakaslarimga tarqataman. Xudo xolasa maygacha bo'ladi. Kelishdan oldin telefon qilib kelsalang bo'laveradi. Baliq bormi, yo'qmi desalaring, baliq bor, kelavering desam, kelaverasiz. Baliq yo'q desam, kelmay qo'yasiz. Shunaqa gaplar. Kimdan kim qiziqadigan bo'lsa, baliqqa o'rgataman qo'ldan kelgancha. Kurs o'tamiz mana. Farqi yo'q. 7 yoshdan 70 yoshgacha o'rgataveraman. Katta kichiklarga. Bu hishniy baliq hisoblanadi. Tishi bor buni. Og'izda qilsa buni tishi bor mana. Vujudi go'sht. Erkak urg'ochilarni ham o'rgatib qo'yaman. Qanaqasi erkak bo'ladi, qanaqasi urg'ochi bo'ladi. Hammasini o'rgatib qo'yaman. Qanaqa davolash kerak, kasalliklarga nima qilish kerak, hammasi haqida. Qanaqa oziqa berish kerak, qanday ko'paytirish kerak, qaysi usulda ko'payadi. Qo'ldan kelgancha hammasini o'rgatib qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa gaplar. Yo'qsin. 6 oy ovqat yeydi, 6 oy dam oladi. Shu yozi bilan boqasiz, qishi bilan sotib chiqarasiz. Bozorga bordingiz, bozor yonib ketadimi, kuyib ketadimi, yomg'ir yog'adimi, savdo qila olmagan taqdiringizda ham qaytarib uyga olib kelib hovuzga tashlasangiz tirilib ketaveradi. Shunaqa baliq bu. Joni qattiq. Zo'r. Boqish kerak, imkoniyati bo'lgandan keyin qilish kerak. Kredit olib boshlagan taqdiringizda ham zarar qilmaysiz. Qoplab ketadi. Keyin olib turganda e'tibor qilinglar. Betondagi, oqar suvdagi turgan baliqni olib bo'lmaydi. Usti oqarib baliq kasallanib bo'lgan bo'ladi. Uni ertaga hovuzga borib tashlasangiz baliq yashamaydi. O'shalarga e'tibor qilinglar. Baliq ekan deb olib ketilmaydi. Usti qorayib, yaltirab turgan bo'lsa olish kerak. Ko'zi oqargan, ustiga dog' tushgan unaqa bo'lmaydi. O'sha narsa taraflarga ham e'tibor qilinglar. Ko'zi shishgan. Pulingizga olyapsizmi? Chiroylisini oling. Mutaxassisdan oling bo'ldi.